Ikki xil odam bir xil holatga tushadi. Ko'chada ketayotganda hasadgo'y odam yomon ko'radigan odamini chiroyli mashina minib o'tib ketganligini ko'rdi. Uyga kiradi, uyga kelganda bola chaqasi uyda yo'q, nariyoqqa ketibdi. Svetam o'chib qolib o'chashgandek, jim o'tirish kerak. To svet yonguncha, to bola chaqasi uyga qaytib ketishcha uni qalbida nima yonadi? Hasadgo'yni yolg'iz qolishligi azob, mashaqqat. Chunki hayga o'tib ketgan mashina ko'zga kelaveradida, qaynaveradi ma'ta. Endi taqvodor bo'lgan, qalbi birovga nisbatan g'illag'ashlik bo'lmagan odam yolg'iz qolsa maza qiladi. Bola chaqa ketibdi, svet o'chib qoldi. Tasbih aytib o'tiradi maza qilib. Yodlagan Qur'on takrorlab o'tiladi. Bir xil holat. Hasadgo'y bilan qalbi xoli odamga hasaddan. Bittasi uchun bu holat rohat, bittasi uchun bu rohat azob. Demak, svet o'chib qolishligi kimga rohat bo'lsa, kimga azob bo'lar ekan. Bu insonning o'zini qalbini holatiga qaralar ekan. Hasadgo'y uchun deydi ulamolar mana 5 ta musibat bor deydi. Mana hasadda aytdik, birovdagi narsani sizga o'tib qolishligini xohlashligingiz. Birovdagi narsani unda bo'lmasligini xohlashligingiz. Birinchi unga beriladigan musibat g'ammun la yanqati. Hech qachon tugamaydigan nima? G'am. Chunki albatta kimdir sizdan qaysidir masalada nima bo'ladi? Baliq bo'ladi. Agar ko'ra olmaslik sifati bo'ladigan bo'lsa, bu insonning hech qachon g'ami nima bo'lmaydi? Tugamaydi. Ikkinchi beriladigan musibat, musibatun la yujal alayha. Bizni har bitta qilayotgan ibodatimiz mashaqqat birodarlar. Roza tutyapmiz, mashaqqat. Masala eshityapmiz, mashaqqat birodarlar bu ham. Ishonaveringlar. Sadaqa qilyapmiz, mashaqqat. Lekin bu mashaqqat uchun ajr olamiz, haq olamiz Allohdan. Lekin hasadgo'y ham mashaqqat chekadi, hasadgo'y bo'lgan, lekin bunga ajr olmaydi. Uchinchi beriladigan musibat mazammatun la yuhmad biha. Malomatga qoladi, mazammatga qoladi, maqtalmaydi bunaqa odam hech qachon. Haqni gapirib qo'yib dunyoda malomatga qolgan bo'lsangiz, qiyomatda maqtalasiz. Haqni gapirib odamlarni yomon degan bo'lsa, mazammatga uchragan bo'lsangiz, qiyomatda Alloh taolo darajangizni ko'taradi. Lekin hasadgo'y dunyoda mazammat ham qilinadi. Oxiratda bunga ajr olmaydi. To'rtinchidan, Alloh azza va jalla bu bandasiga g'azab qiladi. Chunki Allohning bergan fazli marhamatini bandalarga shoshib qo'ygan marhamatini ko'ra olmayapti. Allohning bergan qismatiga norozi bo'lyapti. U vujudi zarar hasadgo'ylik. Avvalambor insonning o'ziga zarar. Agar siz hasad qilganingiz uchun hasad qilayotgan odam bir yerda bir kamayib qolganda-yu, tushunardim endi. Yomon ko'rgan uchun hasad qilib qo'ydingiz deb. Hasad qilganingiz bilan unga nima ziyon yetkaza olasiz? Kimga zarar bo'lyapti? Qiynalib, misqollab topgan savobini botmonlab, o'tindaqa kuydirib tashlayapsan inson hasad qilishlik bilan. Va to'rtinchisi, tug'laqu alayhi abwabut tawfiq. Menda ham o'shaqa bo'lsin deb intilyatuvding, shunga yetishlik yo'lini Alloh to'sib qo'yadi deyapti. Qaranglarda tinimsiz hasadda yashaydigan, tinimsiz hasadini tilga chiqargan odam qarangda, haqiqatan o'sha narsa bo'lmaydi unda. Nimaga bo'lmaydi desa, Alloh taolo o'sha yetaman degan narsasiga to'sib qo'yadi yo'lda deydi. Havas qilganida ehtimol yetishi mumkin, lekin Allohning qismatiga norozi bo'lgani uchun Alloh taolo hech qachon bermaydi unga narsani. Umrining oxirigacha hasad qilib o'tib ketadi bu odam. Mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalardan biridan rivoyat qilinadi. Kunlarda bir Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalarga o'tirganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, mana hozir oldinglarga bir kishi tahorat olib kirib keladi. Albatta u jannat ahlidan dedi. Sahobalar qarab turishdi, bir oddiy odam kirib keldi. U Abu Bakr emas, Umar emas, oddiy bir kishi kirib keldi. Deyarli hech kim tanimaydigan sahobalardan ekan. Ertasi kuni o'tirishib yana Rasululloh gapini qaytardi. Hozir oldinglarga jannatiy odam tahorat olib kirib keladi dedi. Yana qarab turishdi, kechagi odam kirib keldi. 3-kun aytdi, 3-kun ham o'sha odam kirib keldi. Abdulloh ibn Amr roziyallohu anhu aytdiki, bu odamda nima ishi bor ekan? Jannati deyapti Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dedi. Hali kishining uyiga bordida aytdiki, birodar dedi, otam bilan chinga kelisha olmay qoldik, 3 kunga kirmayman deb bir qasam ichib qo'ydim. Shu uyingizda 3 kun tunasam maylimi dedi. Islomda birodarlar, mehmonda 3 kun haqqi bo'ladi. Ishga kiramiz deymiz. Ya men mashinadan qaytaman deydi. Ketayotganda bir aytib qo'yamiz, ishga kirar deymiz. U ham biladi ichingizdagi narsani, siz ham bilasiz uni ichingizdagi narsani. Mehmonda haqqi 3 kun. Birinchi kun
O'zingiz yeyotgan ovqatdan sal ziyodaroq ziyofat qilib berasiz. Ikkinchi, uchinchi kuni o'zingiz yeyotgan taomdan beraverasiz. 3 kungacha so'rab bo'lmaydi nima keldingiz dedi. Bu hayol birodarlar. Hozirgi zamonda aqlimizga mehmonxona degani, hoji aka, mehmonxona degani. Ana shu mehmon kelsa, indamasdan keyin yotib qolish kerak bo'lgan xona edi. Hozir mehmonxona degan faqat ziyofat qilganimizda, iftor yoki to'y qilganimizda keyin ketamiz mehmonxonaga, boshqa payt u mehmonxona emas. Otalarimizning ichki tashqi hovlisi bo'lgan. Tashqi hovliga shuni kirib kelavergan, hojatxonasi ham bo'lgan, yotoqxonasi ham orqa tomonda ayollarga xotin xalajga og'ir demagan, qo'shib turlar demagan bizga o'sha. Chunki ular to'yda rashatini olmaganda sahna qilib. Aylantirib yusagan sahna keng bo'lsa, ko'proq bo'lsa, ular bunaqa g'am bo'lgan emas. Ularda mehmonlik hisobi bo'lgan, uyning o'rtasiga solgan, uy planda. Narigi tomon ayollar tomon, bu erkaklar tomon bo'lgan. Har kishi 3 kun qoladi. Abdulloh ibn Amr 1 kun qarasa, namozini o'qidi, xutonni o'qidi, bismillah dedi, Allohu akbar deb yotdi uxladi. Ertaman turdi, har oddiy mo'min qiladigan ishni qildi. Ikkinchi kun qarab turdi, ikkinchi kun ham hamma qiladigan ish, birorta bir oshiqcha ish yo'q. Uchinchi kun qaradi, uchinchi kun ham hech bir oshiq. Kechasini turib namoz ham o'qiyotgani yo'q oshiqcha. Jabr sadaqani do'ldirib, sadaqa ham qilmayapti. Uchinchi kun ketyapti, xayrlashib aytdiki, taqsir, meni siz yuzga kelishimdan maqsad mana edi. Rasululloh sizni jannatiy degan edi. Shuni sirni bilgani keldim dedi. Siz ko'rgan ishdan boshqa oshiq ishim yo'q dedi. Abdulloh ibn Amr orqasiga qarab ketib qoldi, to'xtang dedi. Ha, bitta ishim bor dedi. Har kuni kechqurun uxlayotganda qalbimda hech qaysi musulmonga nisbatan g'illag'ashlik, hasad bo'lmaydi menda dedi. Meni qalbim hammaga nisbatan sof dedi. Abdulloh ibn Amr aytdilarki, ehtimol shu bo'lsa kerak siz jannatga kirib ketgan amalingiz dedi. Qiyinmasa, pul ketmaydi bunga. Vaqt ketmaydi bunga. O'shuning uchun qiyinda bu. Bu qalb kasalligida bu. O'shuning uchun aytayapti. At-taqvo ha huna deb payg'ambarimiz 3 marta ko'rsatdi. Bir kishi Hazrat Umar masjidga kirsa, mashina qilib bo'ynini mana qilib olib o'tirgan ekan, taqvoli bo'lib. To'g'ri o'tir degan ekan Hazrat Umar. Yuragida o'tib bor odam bo'lgan. Taqvo bu yerda bo'lmaydi degan, taqvo ma'da bo'ladi degan ekan. Sipo bo'lib, haligi esli bo'lib yuramiz-ku. Birodarlar, taqvo ma'da bo'ladi. Bu taqvoda borligini faqat Alloh biladi. Agar mana shu joy tuzalsa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, insonda jasadda bitta a'zo bor. Agar shu a'zo tuzalsa, butun jasad tuzaladi. Agar shu a'zo buzilsa, butun jasad. Ala va hiyal qalb. Bu qalb dedi. Mana kecha kerozlikni gaplashdik. Bugun hasadni gaplashyapmiz. Birodarlar, bittadan yo'q qilsak, bittadan inshaalloh yaxshi bo'lib qolamiz. Alloh taolo hadis qudusida aytadi, banda men tomonga qarab bitta qadam bossa, men unga qarab 2 qadam bosaman deydi. Biz faqat Alloh tomonga intilaylik-da. Men bugundan boshlab hasadni yo'q qilaman deb qasd qilib aytaman. Yomon ko'rgan odamni chiqib peshonangizdan. O'sha birinchi qadamni siz tashlayda, yaxshi muomala qilib qo'ying. Men 2 qadam bosaman deydi. Banda men tomonga qarab yursa, men u tomonga qarab yuguraman deydi. To yaxshi ko'rib qolaman uchrashganimda deydi. Yaxshi ko'rib qolsam, ko'radigan ko'zi, ushlaydigan qo'li, gapiradigan tili o'zim bo'laman deydi. O'zim nima qilaman, boshqaraman shu bandani. Bir kishi qalbida musulmonlarga nisbatan g'illag'ashligi, hasadi yo'qligi tufayli jannatga kirib ketgan ekan. Alloh taolo ana shu hasadni qalbidan chiqarib tashlaydigan, hamma musulmonlarga qalbida nasihat bo'ladigan bandalardan qilishini so'raymiz. Chunki hasadgo'yda yolg'iz qolishligi azob, qalbida hasadi bo'lmagan, taqvodor bo'lgan bandani yolg'iz qolishligi rohat. Birodarlar, hayotimizni shirin qilishlik, achchiq qilishlik faqat o'zimizdan bo'lgan harakatga bog'liq. Alloh taolodan tavfiq, bizdan duo va harakat. Assalomu alaykum va rahmatullohi